keyinchalik G'ofur kitoblarini to'plab kutubxonani to'ldirib borgan. Bu kitoblar asosan masalan Mumtoz Sharq adabiyot vakillari Firdavsiy, Abdurahmon Joniy, Fuzuliy, Alisher Navoiy, Bobir, Mashtad, Shayx Sa'diy, Furqat, Muqimiy, Nodira asarlari qo'lyozma, tosh bosma asarlari. G'ofurlar o'zlari hammasini shu kitoblarni o'qiganlar. Keyin o'zlari ham mana shunaqa nodir kitoblarni to'plagan. Oilada 5 ta farzand bo'lishgan. Bitta akalari bo'lgan, mana Rixsi qori Muhammadjonov, 3 ta opa singillari bo'lgan G'ofurlarning. Bu yerda mana 1918-yilda 15 yoshlik vaqtda G'ofurlar do'stlari bilan birga tushgan fotosurati. Bu yerda maktabning maketi G'ofur G'ulom Hasanboy domla degan kishining maktabida dastlabki savodini chiqaradilar bolalik vaqtda. O'sha bu yerda asosan bilasizlar, eski maktabda arab tili, grammatikasi, diniy adabiyotlar o'qitilgan. Keyin har payshanba kuni o'qituvchiga non yoki biror shunaqa yegulikni olib borishgan ekan. Keyin mana bu o'quvchilar foydalangan buyumlar mana bu dovot, ya'ni hozirgi sizlar foydalangan penal. Shunaqa ko'rinishda bo'lgan, mana bu qora chiroq, mana bu esa qamishdan to'qilgan bo'yra degan narsa. Shu polga shunaqa narsa yozilgan. Bu maktab bitirgandan keyin G'ofurlar keyin 1916-yilda davrlarda yangi ochilgan zamonaviy rus tili maktabiga kirib, rus tilini, rus adabiyotini o'rganadi. Mana bu yerda fotosurat ham namoyish qilingan. O'shalar rus tili maktabi. Mana dastlabki yozgan she'rlardan bittasi.